Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mening birinchi muxlisim ichki ishlar, ikkinchisi milliy xavfsizlik, keyin prokuratura xodimlari meni ko'proq kuzatadi. O'zimizni hududnikini aytyapman. Uni men o'zim ham yaxshi bilaman. Bu murojaatim prezidentga. Xo'p, prezident shuncha tashkil qilyapsiz. Xalq qabulxonasi, ijtimoiy xizmatlar markazi, davlat xizmatlari markazi. Xo'p, mayli, bular xalqqa qanchalik manfaat beryapti deyapsizlar. Bu tashkilotga nomi yaxshi, lekin nomulug' suprasi quruq deydimi? Yoshlikda. Bu tashkilotlarning men juda ko'pini yopilishini istayman. Hozir men sababini aytaman. Men bolalar nafaqasiga oilamni jo'natmamni atayin o'zimdan qildim. Bordim, atayin topshirdim. Mana uyim yaroqsiz ahvolda videolarini ijtimoiy markazga tashlaganman. Keyin 11:40 ga chiqdim atayin. Qonunni pastdagilar buzyapti. Vazirlar Mahkamasining qoidasi bo'yicha 22-aprelda shu yil topshirgan bo'lsam, yanvar, fevral, mart oylarini hisob-kitob qilish kerakdagi menga o'shani qo'shib bolalar nafaqasini chiqarib berish kerak oilam nomiga. Men kulgim keldi, atayin bordim. Nima bo'lar ekan qani dedim. Rad etyapti. Qonunni bilmaydi. Qonunni bir mukammal Vazirlar Mahkamasi ishlab chiqmagan. O'zi ishlab chiqargan qonunga hech kim bo'ysunmaydi. 3 oylik bo'lsa yanvarda 3.300.000 oyligim bor o'zi. Endi anavda ishlaganman, Chaliginizda. Boshqa oyligim yo'q. Ular dekabr oyini ham qo'shib hisoblayapti-dagi, shunday qilgansan deb. O'zi 2 oyga yaqin ishlaganman. O'shanga shu chiqargan oyligiga o'shanga dekabrning oyini. Nima sizlar o'zlaring chiqargan qonunga o'zlaring qarshi chiqasizlar? Yanvar, fevral, mart hisoblashlaring kerak 22-aprel desa, bizni mart oyi bazada soligingiz ko'rinmadi deydi. Kechirasizlar, o'zini qonuniga o'zi bo'ysunmaydi va bu xodimini gapirayotgan gapini qarang, 11:40 telefon raqamini. Mana shunday kadrlarga kunimiz qolganda mana nima deydi mana. Hozir qo'yib beraman, hozir 11:40 hozir gapirayotgan gapini. Hozir sizlarga qo'yaman, nima deyotganini hozir. Yo'qlayotgan bo'lsa. Qaysi shaharga ko'chamiz? O'zbekiston shaharigami yo boshqa mamlakatgami? O'zingizni xohishingiz, hurmatli fuqaro, O'zbekistonning qonunlariga bo'ysunishni xohlamasangiz, boshqa shaharda yashashingiz mumkin. Yo, O'zbekistonda boshqa shahar bormi? Men qonunni so'rayapman. Nima uchun dekabr oyini yanvar oyiga hisoblayapti deyapman. Men qoida bo'yicha so'rayapman-ku. Hurmatli fuqaro, men sizga arizangizni holatini ko'rib berdim. Agar qanaqa yana menga savollaringiz bor, menga vakolatim doirasida savol bering. So'rayapman, mana men bolalar meni vakolatimga kirmaydi. Oyligingizni buxgalteriga borib so'raysiz. Mana ko'ryapsizlar, qonunni bilmaydi. Menga nima deyapti? Mamlakatdan ko'chib keting deyapti. Oddiy bir nima deydi? Yozib oluvchi qiz 11:40 dan aka, haqiqatan ham sizniki hisob-kitob bo'ldimi? Nimaga dekabrnikini menga qo'shib hisoblayapti? Dekabrda oyligini men yanvar oyi, fevral oyi, mart oyinikini hisoblash kerak desam, qonunni bilmaydi. Gapirayotgan gapini qarang, siz boshqa shaharga ko'chib keting deyapti endi, mamlakatga deyapti. Mamlakat qanday kadrlar bizni mamlakatimizda yuribdi. Xalq qabulxonasiga borsa, bir boshqacha gapiradi, qonunni gapiradi. Ishonch raqamini nechta xodimga chiqsa 10 xil gapiradi. Qonunni hamma buzyapti. Men tushuntirib aytayman. Prezident farmoniga yo Qonunchilik palatasiga yoki Vazirlar Mahkamasi qonunini buzishga nima qilaring bor? Tushuntirib aytayman. Mana shunday holat 3 oylik hisoblayapsiz, nega 4 oylik hisoblayapsiz desam, mana bu opani gapirayotgan gapini hozir eshitib, buni hayron lol qilasizlar. Bu nima deydi? Xotining ham, o'zing ham ishli bo'lishing kerak deydi. Ha, ishli bo'lsa sizlarning nima keraklaring bor? O'zbekistonda ish bo'lmasa, yo'q, kulgin kelar. Ikki taraf qonun bo'yicha, Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha deydi. Ikki taraf ishli bo'lish kerak, ikki tarafni bolasi hisoblaydigandan keyin o'shaning ishli bo'lsa, keyin bolalar nafaqat chiqarar ekan. O'zbekistonda ish bo'lmasa, qaysi aqlli odam shuni o'ylab chiqardi? Vazirlar Mahkamasining qarori deydi. Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonda xalqni ish bilan ta'minlayotgan yo'q-ku. Biz borishimiz kerakda, o'zimizdan band qilishimiz kerak bor. Mehnat bandlik vazirligiga bor. Siz nafaqasi so'rasa bermaydi. Umuman mundayga xalq chalg'ich.
ikki kishiga ish topib bera olmaydi-ku. O'zbekiston Respublikasida qanday qilib ish topib bera oladi bular? Bizga ish topib bera olmaydi. Hayron qolasan, buni gapirgan gapini hozir qo'yib beraman. Tushunyapman. Dekabr topyapsizlar. Aytgan bo'lsangiz qaytaraman. Vazirlar Mahkamasining 654 sonli qarori bor. 654. Lexusdan internetdan olsangiz ham bo'ladi. Shunda 5-bobining 22-bandi bor. Ariza bilan qancha murojaat qilingan bo'lsa, bolalar nafaqasiga. Murojaat qilgan oydan oldingi oygacha bo'lgan oxirgi 3 oy. Ya'ni aprelda murojaat qilyapsiz. Aprelda murojaat qilgan oydan oldingi oyda martdan oldingi 3 oy bo'lgan oy hisoblanadi. Qanday demak, oila a'zolar soniga bo'linadi. Uni tushundim. Martdan boshlab yana nima 4 oy qilyapsizlar? Aprelda 22sida murojaat qilgan bo'lsam, yanvar, fevral, mart bo'ladimi? Nima yana dekabrda qo'shyapsizlar? Qayta olib kel. Mana, aprelda murojaat qilgansiz. Oldingi oyda hisobga olmayapti. Soliqda hali ish haqlari ko'rinmaydi. Hali hisobotlar shakllanmagan bo'ladi. Murojaat qilgan Mana ko'ryapsizlar, 11.40 ning ishonch raqamini mutaxassis aytayapti. Naryoqda ko'rinmayotgan ekan. 22-aprelda martda ko'rinmayotgan ekan. Ish haqlari. Men ishlamasam qanday ko'rinadi? Hayron lol qilasan. Mamlakatimizning kuni kimlarga qoldi? Men bir narsaga tushunmayman. Kimlarga qolyapti? 3 oylik deyapti. Vazirlar Mahkamasining qarori 3 oylik deyapti. Men yanvar, fevral, mart hisob kitob qilib ber oyligini. Fevralda yanvarda 14 kun ishlaganman, o'shaniki 3 million qancha yozilgan, o'zi qo'limga 2 million 600 ming, 2 million 700 olganman. Yana bular hisob kitob qilayotganda, bularni qaranglar, vijdonsizligini. Bular hisob kitob qilayotganda fuqaroning qo'liga, plastiga tushadigan pulni hisob kitob qilmayapti-da, o'sha mahalda o'zida davlatga daromad solig'i ushlab qolayotgan summani hisob kitob qilyapti. 3 million 300 ming siz deydi oylik olyapsiz deydi. Men aytdim 3 million uchun 2 million 700 ming yo'q, mana unda deydi, baza deydi 3 million 300 ko'rsatilgan. Nima uchun qonunni buzasizlar? Hayot qonunini nima uchun buzasizlar? Nima uchun fuqaro qo'liga o'sha pul olinayotgan yo'q, 2 million 700 ming qo'liga olyapti. O'rtada 600 ming deb o'sha yerda o'zida davlat daromad solig'i olib qolyapti-ku. Nimaga o'shani ham qo'shib hisoblaysizlar? Xalqning bola chaqasini og'ziga kirmagan pulni nima qilayotganlarini o'zlaring bilasizlarmi? Prezident juda ko'p tashkilotlar umuman keragi yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, mana oldin qo'pol qilib aytgan sessiya mahalla bo'lgan, nomiga bo'lgan, mahallaga birov bo'lmagan, sovxoz bo'lgan, hokimiyat bo'lgan, hokimiyatga birov yo borgan, bormagan, sudda birov bo'lmagan, ajrashayotganda yo birovni o'ldirib qo'yganda borgan. Ya birovni burmush qo'yganda kechirasiz deb borgan yo bormagan. Hamma ko'chada sarson. Nima kerak buncha tashkilot? Kadr yo'q, tashkilot ko'p. Men xalq qabulxonasining o'ziga ariza topshirdim. O'shani o'zi yetisharli. Lekin hamma joyda bumaga beryapti. Uyim yaroqsiz ahvolda ham topshirganman. 21-aprel hamma yolg'onchi. Prezident bu, men shaxsiy fikrim shu. Ko'p tashkilotlarni qaytadan umuman yopib tashlash kerak. Umuman xalqqa keragi yo'q tashkilotlar. Quruq. Nima deydi? Davlat puli nohaq umuman keragi yo'q tashkilotlar ketyapti. Ular shilib-shilib milliardlab pul ishlaydi, ertaga o'sha tashkilotlar oldi mashin dayvodan bosib ketadi, qasr uy quradi, fuqarolar ko'chada yugurib yuraveradi. Qonunda lekin birortasi bilan hozir ham aytayapti, o'zi aytayapti, 3 oylik deydi, menga mart oyi ko'rinmadi deydi. Mart oyi ko'rinmasa ay menda emas-ku. Yanvar, fevral, mart, men 22-aprelda topshirayman. Prosta men nima demoqchiman? Men aytayin qonunni bilganim uchun, qoidani bilganim uchun o'zim bordim. Qonunni bilgan shunday yuguryapti. Prezident bu, men hozir aytayman. Kerak emas tashkilotlarni umuman yopib tashlash kerak. Umuman kerak emas xalqqa ularni. Umuman kerak emas. Ular nima keragi bor bizga? Faqat bizga yugurtirish, faqat yugurtirish bilan shug'ullantiryapti. Ishonch raqamini qoldirishimiz. Shaxsan men xalq qabulxonasining ishlashiga qarshiman. Portal ishlasin, o'shanga odamlar telefonda qoldiradi. Umuman keragi yo'q. 2024 uchun 68% bumaga bergan xalqqa. U nima keragi bor? 68% qo'lda qog'oz 1 tiyinga qimmat. Nima deb yozilgan o'zi bilmaydi odamlar. U daraga boring, bu daraga boring, bu daraga boring. 68% qo'lga ishongan, masalan, prezident ishongan, masalan, tashkilot shunday beradi. Nima kerak? Hammasini olib tashlash kerak. Ishonch raqamini qoldirish kerak. Bo'ldi. Qurib o'tiribdi, nazorat deb yozilgan yozuv beradi, lekin nazorat degan yozuv nima qilamiz biz? Nazorat qila olmasa. Meni
taklifim shu. Bu turishda bilmadim nima bo'ladi oxiri.